Assalomu alaykum hurmatli O'zbekiston bo'ylab YouTube kanali a'zolari. Biz sizlarga mana 2026-yilda uyda qora tovuq boqishlik haqida bir video qilmoqchi bo'ldik. Biz yangimiz, bu soha bo'yicha bloger emasmiz. Shuning uchun so'zlarimizda video olishda kamchilik bo'lsa, avvalambor uzr so'raymiz. Xo'p, avvalambor tovuqxonamiz haqida bir video qilib tovuqxonamiz sizlarga tanishtirib o'tadigan bo'lsak, mana bunaqa odam bo'yli qilib mana setka qo'yib katay qilganmiz. Ko'rinayotgan bo'lsa setka bilan. Jo'jalarimiz kasal bo'lib qolgan hozirgi kunda. Katagimiz endi tutyapti. Ba'zi joylar mana suv o'tib ziyon yetkazyapti hozir mana tovuqlarimizga. Mana shu katta baqlashgani tepaga osib, mana tovuqni kallasi chiqadigan qilib kesib qo'ysanglar, mana bu uzoqlarimiz, mana ko'rishingiz mumkin. Shunda suv pokiza turadi. O'zini aqlab tushmaydi suvning ichiga. Keyin mana bunaqa turba bor, kanalizatsiya turbasi, plastmassa. Shu turbani ozroq ustki qismini kesib olib, qatirib qo'ysanglar, ilib qo'ysanglar, yeridan sal ko'tarib yem idishi bo'ladi. Yemi ham uvol bo'lmaydi, nima bu o'zini aqlatib tushib qolmaydi. Bu yerida 10 bitta katta xo'rozimiz bor. Keyin 10 ikkinchi, 13-chi, hop. Yana bitta katta tovuqimiz bor, mana. Don yetgan, qulog'i oq. Mana bitta xo'roz, ikkinchisi 10 makiyon, qulog'i oq, don yetgan. Uchinchisi 10 kal, to'rtinchisi ham ana bu kal. Shular tuxumda. 3 ta makiyon, bitta xo'roz, bitta oila, qoni boshqa. Ular tuxumda. Hozirgi kunda tuxum olyapmiz, yeb qo'yapti tuxumini. Katagimizni endi to'g'irladik. Endi sharoit yaxshilaymiz, xudo xohlasa. Dori-darmonni berib tuxumini yeb qo'yishyapti ular. 5 kunda 2 dona tuxum olindi, u ham bittasi chaqilgan. 3 dona olindi. Mana bular yanvar oyida chiqqan jo'jalar. Hozir mana shumshayib qolishgan. Sovuqligidan shamollash. Bular shamollab kasal bo'lib qolgan. Ichi o'tib ketib qolyapti bularga dori olib kelib dorisini berishim kerak. Mana ko'rib turganingizdek kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. 13 ta jo'jamiz bor, yanvar oyida chiqqan. 4 ta katta tovuq, 17 ta. 17 ta tovuq mana shu joyga joylangan, katay bo'lgan 17 ta tovuq. Xo'p, endi bularni yana 1 oy, 2 oy yaxshi qarab olsam, xudo xohlasa hammasi tuxumga kirib ketadi. Shundan keyin bizga foydaga olib chiqadi. Hozirgi kunda mana shu 17 ta tovuq bir kunda 10 ming so'm don yeyishyapti. 10 ming so'mga rasxod qilinyapti shu tovuqlarga. Bundan tashqari mana bu tomonda jo'jalarimiz ham bor. Bular kichikroq, 2 oy, 2,5 oylik bo'lib qoldi bu jo'jalar. Bu jo'jalar boshqa, zoti boshqa bo'ladi. Kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar, sog' bo'lasizlar. Mana bu joy shumshayib qoldi bechora.